Muhammadjon aka, assalomu alaykum. Aka, nimaga odamlar aynan tepla idealdan katyol olish kerak? Birinchi masala. Asosiy sabablardan biri birinchi o'rinda bu listi bo'ladi katyolda. Ahamiyat berish kerak. Bizda rossiyskiy list ishlatiladi, o'sha горячий качественный list deyiladi. Toplangan metall o'zbekchasiga chidamli bo'ladi, umri ham uzoqroq bo'ladi. Ikkinchi o'rinda katyolimiz to'liq izolyatsiya bilan qoplangan, utepленный. Katyolimiz ishlab turibdi, mana bemalol o'shaveramiz. Bitta ichini ochilichi aka. Mana. Opa, bu yonib turibdi, shunda ham hozir tashqari tomoniga issiq urgan yo'q. Issiq urgan yo'q. Bemalol katyolimiz sovuq holatda, to'liq izolyatsiya bilan. Muzday, har tomonlama izolyatsiya bilan qoplangan bo'ladi. Keyin yana asosiy, buni boshqaruv panellari maxsus faqat shu katyol uchun o'sha Turkiyadan keltiriladi. Hamkorimiz, Sheykol kompaniyasidan keltiriladi. O'zbekchaga tarjima qildirib qo'yganmiz, yanada qulay bo'lishligi uchun miyalarini aka. Bunkerlarimizga ham umuman ishlab turibdi, hech qayerdan tutun chiqib ishlama bo'lgani yo'q. O'sha maxsus rezinkalar eshiklarida shu Polshadan keltirilgan maxsus azbesiplar qo'yiladi aka. Ya'ni sexda biz menga zavodda ishlab chiqarilgan katyol kerak deydigan aka-ukalarimizga mana sizlarga o'sha tepla idealdan haqiqiy zavodda yig'iladigan katyollar. Hech qanaqa utechka yo'q, izolyatsiyalari zo'r, ko'rib turganlik, mana ishlab turgan jarayoni, lekin hech qayerdan tutun chiqqani yo'q. Tutun faqat mana shu mo'ridan chiqib ketyapti. Endi aka, buni listlari nechiliklarda Muhammadjon aka? Listlarimiz o'sha to'rli listdan yasalgan bo'ladi. Ichlari ham, tashi ham o'sha to'liq to'rli listdan yasalgan bo'ladi. Keyin choklari bukilgan bo'ladi stanokda bizda listda. Bemalol anaqa yopiq sistema, bosimli sistemaga ham o'rnatsa bo'ladi santexnikalarimiz. O'zimiz ham zakrit sistemaga qo'yib qo'yganmiz. Zakrit sistema. Hozir aka, bu adashmasam 200 yo 300 kvadratli katyol bo'lsa kerak. Bu o'sha 200 kvadratdan boshlab 300 kvadratgacha mo'ljallangan katyol aka. Bo'lsam kichkinalardan boshlaylik aka, tashqarida deyiladi. Bo'ladimi? Xo'p, tashqarida ko'rib turganlaringni akalar, eng kichkinasi 800 mingdan tortib, mana eng kattalar 10 ming kvadratgacha bo'lgan katyollar yasab berishaveradi. Mana bu ko'rib turganlaringdan 6000 kvadrat mana shunaqa joyga ekan. Endi eng kichkinasidan boshlaylik aka, Muhammadjon aka bo'lmasa, bir boshdan 100-150 qilib chiqib ketaveramiz. Asosan endi bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan dam olish kuni ekan, lekin odamlar yaxshigina kelyapti. O'zi bu 4 ta 5 ta mashinada odamlar kelib katyol olib ketdi. Dam olish kunisi bo'lishiga qaramasdan. Aka, bu kichkinalarimiz nima? Gazga? Kichkinalarimiz gazli katyollari. Ko'pchiligimizdan gaz katyollarini so'raydi. Gaz katyol bormi deb. Gaz katyollargacha qilib qo'yganmiz aka. O'sha kichkina 30-40 kvadratdan boshlab turib 250 kvadratgacha gazli katyollarimiz bor aka. 250 kvadratgacha yaxshi. Manimcha aka, mana aynechalik. Bu o'tin pechka bo'ladi. Hali uyning ichiga chiroyli, dekorativniy, qiziqqanlar, olovini ko'rib turaman degan uchun shishali bo'ladi. Shishasi ham chidamli bo'ladi. O't yongani ko'rinib chiroyli bo'lib turadi. Dachalarga, kattaroq mehmonxonalarga zo'r aka bu narsa. Bularimiz parilka uchun gazda ishlaydigan yana pechkalarimiz bor. Shu sauna uchun asosan tosh teriladi qirg'og'iga. Bulargacha bor. Bularimiz eskiroq modellarimizdan, ya'ni nijniy горение, polavtomat bo'ladi. Kichkina 100 kvadrat xonada. Bunkersiz aka bu? Ham bunkersiz, ham bularga anaqa svet bo'lmagan joylar uchun asosan. Umuman svet kerak emas, o'sha mexanik holatda ishlaydigan. Lekin nijniy горение ham ancha ekonomishli bo'ladi. Biz ko'p joyda reklama qilamiz. Nijniy горение ham ancha ekonomishli bo'ladi. Datchilarigacha bor ekan. Bular 100-150-200 ketaveradimi bular? Bular 150 kvadratgacha, kichikroq xonadonlar. Endi hozirgi kunda baribir hamma bunkerlikka o'tib ketgan, o'shaning uchun bunkerlikdan tushuntirib, eng kichkinasi shu bo'ladi. 25 kvadrat bo'ladi bizda. O'sha 150 kvadratdan boshlab turib 200 kvadrat xonadonlar uchun. Bunimiz hozir 150 kvadratlik kichkinasi. Bu 150 dan 200 kvadratgacha ko'taraveradi aka. Buni listlari qanaqa endi aka? Bunimiz listlarimiz mana ichida turli maxsus list bo'ladi. Toshni ham maydalab olib chiqib qo'yibdi. Ichida tosh bor shekilli, bunker. Ichida tosh soldik. Ko'pchilik tiqilib qolmaydimi bizdan so'raydi. Shuning uchun qo'rqmasdan tosh tashlab yubordik, tiqilib qolmaydi. Tiqilsa ham funksiyalari bor, orqaga aylanadi aka. Bexijolat aka. Hatto asosan kitoblari tozalash uchun katyolni. Tozalash ham juda oson. List ham garaj kachini bo'lgani uchun ancha-muncha kirolmaydi o'ziga. Kirolmaydi. Tozalash ham oson bo'ladi. Pastda kuldonlarigacha bo'ladi. Oson. Muhammadjonga endi buni o'rtacha rasxodi qanaqa endi aka? O'rtacha ishlatayotganlardan kelib chiqib aytamiz. 30 kilodan 40 kilogacha sutkasiga tushyapti aka. Endi u ham uyda utepleniyasiga qarab, aka, keyin havoda agar anomal sovib ketadigan bo'lsa 40 kilogacha chiqishi mumkin. Shunaqa. Endi bu sutkaga 12 soatga emas. Sutkaga aka, 12 soatga. Agar 12 soatga hisoblaydigan bo'lsangiz, shuni yarmi bo'ladi. 20 kilo, 15 kilo, 20 kilo atrofida. Ko'pchilik kech payt yoqadi-da baribir aka. Ko'mirda kaloriyasiga ham bog'liq bo'ladi. Ko'pchilik hoka yoqsak bo'ladimi deydi. Bo'ladi, lekin men hokani tavsiya qilmayman. Iloji boricha yaxshiroq kaloriyali ko'mir olsa, muddati ham uzoqroq bo'ladi. Cho'ntagiga ham foyda bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi bu yonidagilar bittasi ichida bunkerni ham ko'rsatib beraylik aka. Qo'yinglar, mana toshlashadi. Mana bunker ham ochiq. Aka, buni motori nechilik motor, keyin qattiq aka? Ko'p joyda 12 voltli dvorniy motor ham qo'yishadi-da. Bu qanaqa motor aka? Bu o'sha maxsus Turkiyadan keladi, Egol 250 watt quvvatli, o'sha 250 watt rasxodi tokda buni maxsus reduktor hisoblanadi.
o'sha hamkorimiz o'zi beradi. Ulitka, boshqaruv panel hammasi Turkiyadan keladi. Hammasi Turkiyadan Rus keladi. listlari rus rossiyskiy bo'ladi, o'zimizda yig'iladi. Rishotkalari ham yaxshigina armaturada rishotka qilingan ekan. Bu endi hali ko'mirni katta kichik saralash uchun aka. Shundan o'tgani yonaveradi aka. Shundan o'tgani yonaveradi. Ko'rib turganlaringda endi xo'p, bu 150 likda aka. Bu 150 lik. Endi 200 likgacha. Endi buni aka narxi qanaqa Muhammadjon aka? Bu 200 gacha qo'yilaveradi bemalol aka. 200 gacha 200 kvadratgacha bemalol ko'taraveradi. Narxi $1820 qilib beryapmiz. 1820. Keyin ko'pchilik qimmat boshqa deydi. Yo'q, qimmat emas. Batta faqat kacholni o'zi bas. Buni bonuslari ham bor aka. Nima bonuslari qanaqa bo'lsa, bu kacholni olishgandan keyin uylariga borgandan keyin bizni bolalar borib 12 ta viloyatda o'zlari borib yoqib, miyalarni tushuntirib kelishadi. Ya'ni ustanovkasi bor. Ustanovka bas, ustanovkani santexnik akalarimiz qilishadi. Buni yoqib ishga tushirib berish bizda. Yoqib ishlatib berish. Ko'pchilikga bu yangilik, tushunmaydi miyasini, shuni hisobiga o'zimiz borib yoqib beramiz aka. Miyalarini undan tashqari yana sirkulyatsioniy nasos bor. Suv aylantirilishi uchun bonusida. Gruppa bezopasnostgacha bo'ladi, stabilizatorgacha bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda ko'p joyda tok o'ynaydi, 220 usha beradi tokda. Ya'ni stabilizator, suv nasosgacha ichida bonus bo'ladi. Bonusida bor aka. Keyin o'sha aytib o'tganimizdek, bular sexbas, haqiqiy zavodskiy turistskiy katollik uchun narxi arzon emas, lekin sifati narxiga yarasha, to'g'rimi aka? Xuddi shunaqa aka. Yonidagilari Bu ham o'sha 200 kvadratga mo'ljallanganlar uchun, boshida asosan xadovoy bizdan. Undan keyin mana 300 kvadrat, ya'ni 200 dan 300 gacha bo'lganlar uchun ozgina kattalashib ketaveradi aka. Kattalashib, ya'ni ketaveradi. Bunisi aka nimaniki mana tevadek qiziq? Yaxshi so'radingiz. Hozir bu asosiy yangilik, ya'ni bu duv kontur vazifasida ishlayveradi. Duv kontur. Bu narsani qo'shimcha sotib olishadi, kacholga o'rnatiladi. Bemalol tahoratga, oshxonaga yuvingani issiq suv olishlari mumkin. Aristonlari bo'lsa o'chirib qo'yishlari mumkin. Ham kacholda o'sha bitta ko'mirda ham uylarni isitishadi, ham toza issiq suv olishadi aka. Bu mini boiler. Holatiga qarab, ko'proq suvni hajmiga qarab kattaroqlarni qo'yib beraveramiz. Qo'yib beraveramiz. Aka, endi dastavkalarga ham bular garantiyalari qanaqa bo'lyapti aka? Kacholimizga to'liq 2 yil garantiya beramiz aka. To'liq effektigacha garantiya beramiz. Isita olishligigacha garantiya beramiz. Dastavkasi ham yetkazib berishi bepul. Ya'ni dastavkasi ham qanchacha bepul endi aka? Dastavkasini 12 ta viloyatga qilib beramiz aka. Qoyil. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bepul. 12 ta viloyatga qilib beramiz aka. Qoyil. Endi aka bu qarang mana. Tevaga qarab chiqib 200, 300, mana 600 mana mo'la 1000 bo'lsa kerak aka. 1000, 1,5 ming, 2000, 3000, 5000 bor batta. 10,000 kvadratgacha ketaveradi aka. Davlat tashkilotlari, bog'cha, novostroyka, endi hozirgi kunda aka gaz hech qayoqqa ulanmaydigan bo'lib qoldi yangi qonun. Endi iloji yo'q, hamma domlar, mana shunaqa katolniklar qurish shart bo'lib qoldi. O'rtacha hozir katolniklar mana katta-kattalarni qat-qatlay chiqarib berdilar aka. Xo'p, asosan mendan Toshkent yoki Toshkent, Qibray tumani ko'p oladi. Teplitsalar uchun olishadi. To'q firmalar bor Toshkent oblasida olishadi. So'x tumaniga o'sha Jamshid akamizga 7 etashkali dom quryaptilar, nechtadir. Ularga qilib berdik misol uchun asosan. Namangan ko'p oladi teplitsalarga, Andijon, Bond maktab bog'chalarida isitadi xudo xohlasa. Endi buni aka to'liqroq ma'lumotini kattalarda aka to'liqroq ma'lumotini telefon qilsa aka, shu 1000 kvadratdan 10,000 kvadratgacha xohlasalarni eng katta katollar ham bor ekan. Endi o'zimizda ro'zg'or bor, jaydari kichkina katollar uchun ham pastki nomerlar aloqa etsalaring, biz qaysidir savolni berib o'tmagan bo'lsak, to'liqroq ma'lumotini olib, aytib o'tganlaridek 2 yilgacha garantiyasi bor ekan. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavkasi bepul. Undan tashqari katelni sotib olasiz. Suv nasos hamda stabilizatorlar ham bonus. Keyin borib ishchilari o'zlari tayyor joy bo'lsa yoqib ko'rsatib berishar ekan. Ya'ni hamma tomonlama bor. O'sha aytib o'tganimizdek hech qanaqa sex-pex bas, ko'rib turganlaringdek teplaydigan mana shu orqada katta zavodlari bor, mana shu yerda yig'iladi. Xo'p, aka, yana nima qo'shimcha qilsak bo'ladi Muhammadjon aka? Rasxodlari 30-40 kilo bir xilda ekan. O'sha aytib o'tganimiz uyda utepleniyasiga qarab rasxod yo tushadi yoki ko'tariladi, hamda ko'mirni sifatiga qarab ekan. Ko'mirni sifatiga qarab. Bo'lsam bemalol pastki nomerlar aloqaga chiqishadigan bo'lsa, to'liqroq ma'lumot berasiz aka. Bo'ldi aka. Bemalol aloqaga chiqsa, ma'lumot beramiz. Xudo xolasa, Katyolni zavodidan xarid qilaman degan ukalarimiz bemalol aloqaga chiqib diyor uzdan olinsalar, albatta bonuslar qilib berishadi. Sog' salomat bo'linglar.